Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan ahlimiz. Sizlarga yana bir bor ro'za Ramazon oylari bilan tabriklaymiz. Sihat, salomat, yaxshi kunlarda uchrashaylik doimo. Bu videomizda yurak ishemik kasalliklarida amalga oshirilishi shart qilib qo'yilgan eng asosiy tahlil tekshirishlar haqida gapiramiz. Bu tahlil tekshirishlarning bir qismi o'zingizning oilaviy poliklinikangizda, sizga hozirgi davlat sug'urtasi liniyasida va kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar yo'nalishida oilaviy poliklinikangizda, asosiy qismi tuman markaziy poliklinikasida va istasangiz xususiy klinikalarda, markazlarda hammasida amalga oshiriladi. Bu videoni boshlashdan oldin kirish so'zida shuni aytib o'tmoqchiman. Nafaqat yurak ishemik kasalliklarda shart qilingan tahlil tekshirishlar, balki shuni unutmaslik kerakki, insonni hayotiga xavf soluvchi butun dunyo sog'liqni saqlash qo'mitasining va o'zimizning O'zbekistondagi sog'liqni saqlash vazirligi va ko'p yillik tajribamizdan kelib chiqib, inson hayotiga asosiy xavf soluvchi bu organik kasalliklar, ya'ni inson organlarida, to'qimalarida zarar paydo bo'lib, tizimli zararga o'tuvchi kasalliklar hisoblanadi. Hozir men ko'p YouTube'da qarayapman, O'zbekistonda ham har xil neyropsixologlar paydo bo'lgan ayrim olimlar sizlarga o'qtirib yotdiki, funksional nevroz kasalliklar haqida ko'p burib gapirib, insonning hayotiga nevroz, ya'ni organlarda o'zgarish bo'lmasdan turib, odamning nevroz kasalliklari hayotiga xavf solmaydi, agar u ruhiy kasallikka aylanib ketmasa. Asosiy insonning hayotiga xavf soluvchi bu to'qimalarda, organlarda bo'ladigan tizimli og'ir o'zgarishlar. Ular ichida birinchi o'rinda turadigan yurak qon tomir kasalliklari. Ular ichida ham birinchi o'rinda turadigan xafaqonli gipertoniya va yurak ishemik kasalligi kiruvchi kasalliklar. Dunyo va SNG MDH mamlakatlari hamda O'zbekistonning statistik ma'lumotlariga qarasak, o'rtacha yurak ishemik kasalligi va gipertoniya xafaqonni birgalikda 56-57% tashkil qiladi. Hamma kattalar ichida kasalliklarga nisbatan birinchi o'rinda turadi va asosiy o'limga xavf ham mana shular. Yurak qon tomir kasalligida o'lim 64-66% gacha. Bu aniqlanganligi, kasalliklarda ham murojaat qilmay yurganlari qancha. Yurak qon tomir kasalliklari ichida gipertoniya birinchi o'rinda turadi. Gipertoniya 32 dan 36% gacha, o'rtacha 34%. Yurak ishemik kasalligi 18% dan 26%, o'rtacha 22-24%. Ikkovi qo'shilib 56-57-58% bo'ladi. Butun kasalliklar ichida. Demak, asosiy insonning hayotiga xavf soluvchi yurak qon tomir kasalliklari. Demak, bundan oldin biz gipertoniya kasalliklari qilinishi kerak bo'lgan tekshirishlar haqida gapirdik. Bugun yurak ishemik kasalliklari uchun zarur qilib qo'yilgan tahlil tekshirishlar haqida gapiramiz. Davlat talab standartlarida eng zaruriy bo'lgan tahlil tekshirishlar nimalardan iborat? Bu asosan rejali kasalliklarda va shoshilinch kasalliklarda shifoxonalarda ham amalga oshiriladi. Shifoxonalarda davlat talab standartlari bo'yicha bir sutka ichida klinik asosiy tashxis aniqlanishi kerak, hayotiy xavf kasallik. Oilaviy poliklinikalarda 1 kundan 3 kungacha bo'lgan muhlatda tahlil tekshirishlar qilinib aniqlanishi kerak. Shuni unutmaslik kerakki, insonda bo'ladigan barcha shikoyatlar, bemorlardagi, xasta odamlardagi kasallikning belgilari, simptomlari, shifokorning ko'rigi, topgan simptom sindromlari bu tarozining bir pallasi hisoblanadi. Ya'ni bitta katta vaj tashxis qo'yish uchun. Ikkinchi tarafi tarozining bu zaruriy tahlil tekshirishlar. Shu insonning shu onda hayotiga xavf solayotgan kasallik bo'yicha qilinadigan eng zaruriy tahlil tekshirishlar. Bular ham 2 ta, 3 ta, gohida 4 ta, 5 tagacha bo'lishi mumkin. Mana bular qilinib bemorga, demak, asosiy tashxis aniqlanadi. Uning yondoshi
raqobatdoshi va asoratlari eng asosiy va asosiy kasallikka uni raqobat asorati to'g'ri kelishi kerak. Asosi qo'yilgan tashxisga hayotiga xavf solayotgan kasallikning asoratlari to'g'ri kelishi kerak. Bir-biriga monand bo'lishi kerak. Mana shunday. Demak, eng zaruriy tekshirishlar quyidagilardan iborat. Ekiga elektrokardiogramma albatta bu qilinishi kerak. Har bir oilaviy shifokorning o'zining qo'lida ekiga apparati bo'lishi kerak. Davlat standart talabi bo'yicha. Uning hamshirasi, oilaviy shifokor hamshirasi amalga oshiradi. Har qanday chaqiruvda, har qanday ko'rikda har bir oilaviy shifokori qo'lida o'zining ekiga apparati bo'lishi kerak. Bu birinchi shart. Qanchalik ko'p ekiga apparat qilinsa, ayniqsa qon bosimi ko'tarilganda yoki yurak xuruji bo'lganda bu juda katta ahamiyatga ega va bu ma'lumotlar yig'ilishi kerak dinamikada. Ikkinchi tekshirish bu albatta bemorlarda markaziy poliklinikada qilinadi. Bu yurak uzisi, yurak eho va bu bilan parallel birga qilinadi. Ko'pincha yurak aorta va undan chiqqan katta qon tomirlarining uyqu arteriyalarining dopleri. Nega deganda yurak qon tomir kasalligining asosiy sababchisi ateroskleroz, uning pufakchalari qon tomirining ichki devorlarini zararlaydigan, o'da pufakchalar paydo bo'lib toraytirishga olib keladigan ateroskleroz kasalligi. Demak, buni aniqlash uchun nafaqat uzi eho yurakda, balki yurak qon tomirlarining dopleri ham zarur bo'ladi. Bu ikkinchi tekshirish. Uchinchi tekshirish bu oilaviy poliklinikada bo'lishi kerak, shart qilib qo'yilgan. Hamma klinikalarda, oilaviy poliklinikalarda, hamma shifoxonalarda mavjud bo'lgan koagulogramma. Koagulogramma yurak qon tomir kasalliklarida asosiy tahlillardan biri. Bu qonning uvishi, qonning qochish faktorlarining gemostazning yettita ko'rinishini ko'rsatadi. Trombinoviremiya, protrombinoviremiya, indeksi, HTV, MNO. Mana bular asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Buni 7 ta ko'rsatkichi bor, 5 ta yoki 7 ta har bir oilaviy poliklinikada bo'lishi kerak va markaziy poliklinikada. Bu rejali ravishda va shoshilinch ravishda qilinadi va bemorga qanday antiagregant yo antikoagulant kerakligi, qonni suyultiruvchi qaysi dorilar kerakligini aniq ko'rsatib beradi. To'rtinchi tekshiruv bu xolesterinning tarkibi. Xolesterinni tashkil qiluvchi yog' kislotalar, lipid spektr. Bu markaziy poliklinikada bo'lishi kerak. Lipid spektrda albatta xolesterin doimo normadan sal balandroq bo'lishi kerak. Xolesterindan ko'p gormonlar, oqsillar sintezi amalga oshiriladi. Shuning uchun bizning o't suyuqligimizda xolesterindan sintez davomida paydo bo'ladi. Demak, bundan foydali va zararli yog' kislotalardan tashkil topgan bo'ladi. Foydalilar hisobidan xolesterin oshishi kerak, zararlilar hisobidan emas. Shuning uchun lipid spektrining tarkibi, 5 ta ko'rinish tarkibi ahamiyatli va uning aterogenligi. Bunga qarab oilaviy shifokor yoki kardiolog sizga dori tanlab beradi. Qanaqa dori vositalarida yog' kislotalari kamaytirish. Chunki yog' kislotalardan aterosklerotik birlashmalar, pufakchalar paydo bo'lib, yurak tosh tomirlari zararlansa, bu yurak ishemik kasalligining asosiy sababchisi hisoblanadi 96% holatda. Demak, savol tug'iladi. Domla, bu tekshirishlarni qilmasdan turib davo boshlash mumkinmi? Davo boshlash mumkin. Bu tekshirishlarni qilmasdan turib ham davo boshlash mumkin. Boshlash mumkin. Lekin to'liq davo 3 ta, 4 ta tahlil tekshirish qilingandan keyin beriladi. Nega deganda bekorga sizning vaqtingiz noaniq tashxis qo'yishga, kerak emas dorilar olishga, iqtisodiy zarar ko'rishga olib kelmaslik uchun. Demak, bu tahlil tekshirishlarda amalga oshirish shart qilib qo'yilgan. Bu qiyin narsa emas. Bemorlarda aniq tashxis qo'yish uchun 4 ta tekshirish qilinishi kerak. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Davo boshlaydi oilaviy shifokor, to'liq davo olish uchun bu tekshirishlarga qarab sizga dorilar tanlab beradi. Endi qanday oralikda qilinishi kerak? Tashxis qo'yishni albatta bu tekshirishlar qilinishi kerak va davo davomida 3 oyda yoki 6 oyda. Agar sizning yurakda o'zgarishlar, yurak tosh tomirlarida, yurakda o'zida o'zgarishlar yoki uyqu arteriyalarida o'zgarishlar bo'lsa, unda sizni 6 oydan keyin qilsangiz bo'ladi, yo 3 oydan keyin davo dinamikasini, foydasini ko'rish uchun.
agarda yog' kislotalari o'zgarishi ham xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, unda 3 oydan keyin, har 3 oyda yog' kislotalari tushiruvchi dorilar, gipolipidemik dorilar ichganda har 3 oyda tahlil tekshirishlarni o'tib turish tavsiya etiladi. Bu qiyin narsa emas. Demak, agarda biz shu asosiy tahlil tekshirishlarni yo'lga qo'ysak, insonlarni eng hayotiga xavf soluvchi infarkt, insultning oldini olgan bo'lamiz. Buni qilish qiyin emas. Albatta, bu ma'lumotlarni yig'ib borish kerak, bu ma'lumotlar yo'qolib ketmasligi kerak. Bu ma'lumotlar undan olingan ma'lumotlar bu tahlil qilinadi. Endi bemorlar savol tug'iladi. Bu iqtisodiy tarafdan bu tahlil tekshirishlar qimmatga tushadi. To'g'ri. Shuning uchun biz davlat sug'urta liniyasini tashkil qilganmiz. Davlat sug'urta tizimida siz pasportingizni olib, o'z oilaviy poliklinikangizda oilaviy shifokorga murojaat qilib, PNFL pasportdagi pastdagi 12 ta nomerli PNFL asosida o'zgarmaydi pasport olmasa ham, shu asosida siz MedID karta olishingizga, MedID karta bo'yicha har yili sizga ajratilgan pul bo'yicha ma'lum tahlil tekshirishlar o'tib turishingiz mumkin. Va sug'urta jamg'armasi orqali oilaviy shifokoringizdan nafaqat tahlil tekshirishlar, balki statsionar davo ham talab qilib olishingiz mumkin. Bu yangicha liniya. Eski liniya bo'yicha baribir siz oilaviy shifokorga murojaat qilib, yo'llanma bilan markaziy poliklinikadan bu tekshirishlarga o'tishingiz kerak. O'tsangiz yaxshi bo'ladi. Bekorga pul xarajat bo'lmaydi. Demak, asosiy katta yoshdagi odamlarga hayotiga xavf soluvchi bu yurak qon tomir kasalliklari. Yurak qon tomir kasalliklariga bo'lgan e'tibor to'g'ridan to'g'ri juda katta e'tiborda bo'lish kerak. Nega deganda, bu juda katta xarajatga olib keladi. Agar diagnostika, tashxislarni qo'yishda, tahlil tekshirishda to'g'ri yo'lga qo'ymasak, birlamchi bo'g'imda, oilaviy poliklinika, markaziy poliklinika, unda juda katta zarar bo'ladi. Nega deganda, kasallanish bu katta iqtisodiy zarar, katta iqtisodiy xarajatlarga olib keladi. Buni hech qachon to'g'rilab bo'lmaydi. Shuning uchun hamma og'irlikda statsionarlarga, ilmiy markazlarga qo'ymasdan turib, oilaviy poliklinika, ayniqsa markaziy poliklinika tuman tibbiyot boshqarmasining boshlig'ining javobgarligida turadi. Shu yerda standartlar bo'yicha hamma tahlil tekshirishlarni yo'lga qo'ysak va davoni erta tashxisda davoni yo'lga qo'ysak, demak, bemorlar og'irlashmaydi, infarkt, insultlar dunyo statistikasi bo'yicha ko'rsatyapti, 50-60% ga kamayadi. Agar biz shuni yo'lga qo'ysak, kamayadi. Albatta, keyingi chiqishlarimizda men to'xtab o'taman, qanday qilib tuman markaziy poliklinikasini o'sha salohiyatga, o'sha 96%, 95% hamma tahlil tekshirishlar va tor mutaxassislarni o'ziga yig'adigan salohiyatli tuman markaziga aylantirishning qanday yo'li bor degan savollarga ham keyingi ko'rsatuvlarimizda javob beramiz. Mana shunday gap. Agar inson 55-60 yoshdan keyin yoki metabolik sindromi semizligi bo'lsa, vazni og'ir bo'lsa, unda 50 yoshdan o'zining tekiga qilib va qonda yog'larini tekshirib, undan tashqari qonda shakarni tekshirib, davolari to'g'ri tashkil qilib borsa, insonlarda o'sha boshlangan aterosklerotik belgilar, gipertoniya kasalligi, xafa kasalligi to'xtaydi, asoratlashuvi, organlari zararlanishi davom etmaydi. Shuning uchun yana bir qaytarib aytaman. Videolar ko'p paydo bo'lyapti, har xil neyropsixologlarning nevroz kasalliklari boshqa, bular katta ahamiyatga ega emas. Primerni 0,5-1% uchraydi. Stressdan keyin yoki bo'lmasa qattiq qo'rquvdan keyin, qattiq operatsiyalardan keyin bo'ladigan yoki yoshlarda uchraydigan yoki ayollarda klimakteriya sindromi uchraydigan nevroz kasalliklari oson davolanadi. Bular uchun har xil gipnoz, igloterapiya, fizioterapiya, har xil sanatorning kurort lechini va hokazolar bilan uni to'g'rilash mumkin. Hech qanaqa katta ahamiyat tashkil qilmaydi, chunki deganda insonlarning hayotiga xavf solmaydi. Insonlar hayotiga xavf soluvchi yurak qon tomir kasalliklari, hamma boshqa sistemli kasalliklar, o'sha qandli diabet, revmatologik kasalliklar, vaskulitlar, buyrak xastaliklari, endokrin kasalliklar ko'pchiligi agar to'g'ri o'z vaqtida tashxis qo'yib davolanmasa, yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qilib,
to'g'ridan to'g'ri yurakka ta'sir qilib, yurak qon tomir sistemasi, yurak yetishmovchiligi, yurak qon tomiri yetishmovchiligi va yurak aterosklerozini kuchaytirib, tosh tomirlarining gipertoniya, xafaqonlikka kuchaytirib, o'limga xavf soladi. Demak, hamma tizimli kasalliklar yurak qon tomir kasalligiga, yurakka ta'sir qilib, hayotga xavf soladi. Boshqacha bo'lmaydi. Shuning uchun ham organlarda, to'qimalarda bo'layotgan kasalliklar o'z vaqtida tekshirilib, tashxis qo'yilishi kerak. Siz o'z shifokoringizga qanaqa shifokor bo'lishidan qat'iy nazar murojaat qilganingizda, shu shifokor sizning shikoyatlaringiz, kasallik belgilari sizni ko'rib, paypaslab, ko'rib, so'rab, surishtirib, hamma bo'lgan bundan oldingi tekshirishlarni, analizlarni hammasini xulosasini chiqazib, natijasini chiqazib, sizga zaruriy hayotiy xavf kasalliklar bo'yicha tashxisni aniqlab, tezroq davo berish kerak. O'sha birdan bir necha kun ichida yoki birdan boshlab keyin tahlil tekshirishlarning to'liq davoga o'tish kerak. Shuni davomiy nazoratda ham bo'lishingiz kerak. Davomiy nazorat degani yurak qon tomir tizimida 3 oyda, 6 oyda dorilar tetravat qilinishi kerak. Chunki deganda bizda 4 ta fasllar bor. Fasldan faslga o'tganda yurak qon tomir kasalliklari o'ziga xos o'zgaradi. Ayniqsa yozda, issiq iqlimda ko'p suyuqlik yo'qotish oqibatida gemostaz, koagulogramma o'zgaradi va tromboembolik kasalliklar juda ham ko'p uchraydi yozda. Ayniqsa yozda biz kardiologlarga ish ko'payadi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr va savollaringizni kutib qolaman. Javob berishga doim tayyorman. Rahmat.